Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Alaykum assalom. Keldingizmi? Alloh sabr bersin aka. Xo'p, mayit yuvishga kim qarash boradi? O'g'li bor, o'g'li kiradi. Men kirmayman, men qo'rqaman. Jiyan qo'rqma dading-ku, oxirgi marta yuzlarini ko'rib qol. Men yana bitta savob kelgan, yetmayapti suv. Mayit tayyormi? Ayt odamni kutib qoldi. Nimani haqida chiqyapti? Tezlashtiringlar. Ha, nima bo'ldi? Mayit tayyor bo'ldimi? Odamni kutib qoldi. Aka, qo'limdan kelgan hamma narsani qildim. Mayit toza bo'lmayapti. 20 paqirdan oshiq suv ishlatyapman, umuman toza bo'lmayapti. Burni bilan quloqidan yiring bilan najas oqyapti aka. Men yuvamayman buni. Nima deganingmi? Pulingni oldingmi, yuvasan. Aka, menga pulingizni peshlamang. Men bu yerga pul uchun kelmaganman, savob uchun kelganman. Umuman toza bo'lmayapti. Xonaga hidi chiqib ketgan. Kim etsiz yeting aka, iltimos. Menga qara, shuncha odam kutib turibdi. Hozir kimni topaman boshqasini, ya'ni yuvuvchini. Aka, menga qarang. Bejizdan bejiz bunaqa bo'lmaydi. Ukasi hayotligida nima ish qilgan? Bunaqa bo'lib ketishi mumkin emas. Yaxshi odamda bunaqa bo'lmaydi. Nima ish qilgan degan? Nimaga bo'tdi 5000? Ustidagi foizni qani? Aka, qizim kasal edi. Shunga Meni qiziqtirmaydi. Qizing kasalmi, o'zing kasalmisan? Men foizga ish qilaman. Meni tirikchiligim shu. Tushundingmi? Xohlasang pochkangni sot, xohlasang uyingni sot. Meni qiziqtirmaydi. Agar ustidagi foiz yetgan vaqtda bermasang, yana tug'adi. Bo'lmasa, bolaga yetib, sug'urib, yulib olaman bola. Shunaqa dey aka. Xohlasiz aka shundoq qilmang. Xohlasiz domla bilan maslahat qilib ko'ring. Inson qanaqa yashab o'tgani o'lganida bilinar ekan.